Umurtqa xuddiki ipga terib qo'yilgan munchoqqa o'xshab turadi. Munchoqlarimiz bu umurtqa pog'onasini suyaklari hisoblansa, ipimiz bu o'sha umurtqani ushlab turadigan mushaklarimiz hisoblanadi. Ipimiz, ya'niki mushaklarimiz qancha baquvvat bo'ladigan bo'lsa, bunda grija hosil bo'lishi shuncha kam bo'ladi. Ko'pchilik bemorlar keladi, bel og'riqlari, bo'yin og'riqlari, yelka og'riqlari bilan tekshirganda o'sha sohasida grija, ya'ni churra aniqlanadi. Davolangandan keyin og'riqlar yo'qoladi. Lekin asosiy o'sha grija yo'qolmaydi. Bu nimadan dalolat beradi? Bu hamma og'riqlar ham grija sababli emasligini bildiradi. Ko'p holatlarda og'riqlar sababi mushak payli hisoblanadi va ko'p holatlar ruhiy holatlar ham hisoblanadi. Shuning uchun og'riqlarning 1-2% grijaga bog'liq bo'ladi. Bunda ildizchalik og'riqlar paydo bo'ladi. Oyoqqa yoki qo'lga uzatiluvchi o'sha maxsus